avtopaliv kontrollerimizni qanaqa qilib telefonga, ya'ni Wi-Fi ga ulashni men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Qaranglar. Buning uchun nima qilasizlar? Mana tepada Wi-Fi degan znachoki bor. Shuni bir 5 sekund bosib turadigan bo'lsanglar, mana o'chib yonishni boshlaydi. Ana undan keyingi qilinadigan ishlarni telefonda ko'rsatib beraman. Qaranglar. Tepada plyusni bosamiz. Tepada plyusni bosishimiz bilan yoki mana bitta обнаружен deyapti, topildi deyapti, bitta устройство deyapti. Yoki pastdan turib, mana bu kontroller rasmi chiqib turibdi, ko'rasizlar. Shuni ustiga bossanglar ham bo'ladi. Yoki-da shu boyaga aytganimdek, mana обнаруженный устройствоning ustiga plyusini bosib turib, keyin ketma-ketlikda plyus qilib shuni qo'shib ketaversanglar ham bo'ladi. O'rtoqlar, bu juda ham oddiy, oson ish. Wi-Fi nomi chiqadi bu yerda. O'sha ulanayotgan Wi-Fi parolini yozib olasizlar bu yerda, o'rtoqlar. Tak, hozir men yozaman shuni. Hop, ana undan keyin следующий knopkasini bosamiz. Keyin bu yerda mana qidirishni boshlayapti, загрузка ketyapti, ko'rib turganingizdek. Bu juda ham oddiy, oson narsa. Bemalol o'zingizlar qilib olsanglar bo'ladi. Mana mana shu narsa hozir загрузкasi to'lishi bilan bu avtomatik holatda o'sha ulanib oladi. Xullas, bu narsa nima uchun yordam beradi? Uylardagi yoki boshqa joydan turib, masofadan turib yoqib o'chirish imkoniyatini beradi. Ya'ni paliv sistemani. Ya'ni timeri ham bor, o'zingizlarga kerakli vaqtda, deylik, kechqurun soat 12 da sug'arsin. Hozirgi paytda bilasizlar, ichimlik suvdan o'zi sug'arish mumkin emas. Shuning uchun yarim kechasi sug'arishga to'g'ri keladi. 12 dan keyin sug'arish kerak, ertalab 6 gacha. Shunaqa vaqtda baribir charchab kelgan bo'lasiz, sug'arish yoqmaydi sizga. Mana shu narsani qo'yib qo'yasizda, bo'ldi, vaqtiga qo'yib qo'ysangiz, o'zi yoqib o'chirib, xullas, ekiningizni har doim yam-yashil holatda ushlab turadi. Podключениесі juda ham oddiy, oson, o'rtoqlar. Hozir qolganini ham sizlarga ko'rsataman. Bu Wi-Fi kontrollerimizni o'rtoqlar faqat Wi-Fi 2.4 Hz da ulaganinglar yaxshi bo'ladi, o'rtoqlar. Mana hozir ulanib bo'ldi. Ana endi qaranglar, bu yerda shuna приложениeni ochishimiz bilan tekshirib ko'ramiz. Qani rostdan ishlayaptimi, yo'qmi? Keling, birinchi zonani o'zini через internet xullas yoqib o'chirib ko'ramiz. Mana sirazi bosamiz. Nasosimizning ovozi eshitilyapti. Hop, ko'chaga chiqib ko'ramiz endi birato'la qani. Voy, mikroklimatlarimiz ham sepishni boshladi. Mazani qaranglar. Yoz kunlari va zo'r bo'ladi. Bu narsa tegida o'tirsanglar saqlab qo'yadi. Suvni kelishini qaranglar, changiz. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Telefoningizdan yoqasizlar, o'chirasizlar, maza qilib foydalansanglar bo'ladi. Mana o'chdi.